Assalomu alaykum, mana kuzatib turgan do'stlarim. Mana Abu Dabi va Dubay shahriga yo'l oldik. Qo'qondan Toshkentga aeroportga ketyapmiz. Inshaalloh Abu Dabi va Dubay to'g'risida qo'ldan kelgancha ma'lumot beraman. Mana bugun baraka topsin Qo'qonlik akalarimiz ehson qilib osh qilishyapti ekan. Hamma yo'lovchilarga to'xtatib osh tarqatishyapti. Yaxshi ham shunaqa O'zbekiston xalqini shunaqa urf odatlari bor. Bunga faqat biz alhamdulillah deymiz. Rahmat hammaga. Mana biz hozirgina registratsiyadan o'tdik. Aeroportimizda O'zbekiston aeroportining ichiga baho beramiz debdi. Duş veriyor. Bitta o'zimizning milliy mahsulotlar. Bu narsalar endi biz uchun asl musulmonlar uchun emas, lekin birisi narxlarini ko'rsatib qo'yapman. Mana bu narsamiz nima balodir ekan, 1400. Tepadan samolyotga chiqish uchun pastga tushish kerak. O'zimcha shu kino aktyorlarga o'xshab tushmoqchi bo'ldim. O'xshadimi yo'qmi, o'zingizlar baho berasizlar. Aeroportdan bizani olib ketgan avtobus keldi, samolyotgacha ham. Ya'ni ketdik. Mana shu bizani kabutarimiz osmonga qarab uchdi. Biz Abu Dabi aeroportiga qo'ndik va nihoyat Abu Dabi aeroportining ichini qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bizani transfer xizmatimiz. Bizani mana Capital Express jamoalari kutib olib, mana bu avtobuslarimiz shularda hozir gastinisaga ketyapmiz. Kuzatishda davom etamiz. Bu ketimizni bizani polniy tur paketlar bilan tanishtirib chiqdi. Narx-navolari bilan nima qilish kerak, qayerga borish kerak, hammasini batafsil tushuntirdi. Abu Dabida mana shunday ajoyib gastinisaga joylashdik. Kirib, ko'rib baho beramiz. Mana gastinisamiz, ko'rib baho berasizlar. Dekoratsiyalar juda chiroyli. Xudo xolasa ichkarilarni ham ko'rsatib, sizlarga zo'r kadrlar chiqarib beramiz. 12-xona bo'ldi. Ikkinchi etaj 12-xona. Xonalarda ko'rib baho berib olasizlar. Gastinsa ichida mana bu suvlarimiz, kofelarimiz, короче, hammasi besplatniy. Bular har kuni bir martadan beriladigan narsa. Bu suvni to'g'risi ichib ko'rmadim, qanaqa suvligini ham bilmayman. Spirtnoy qo'shilmagan bo'lsa, tatib ko'ramiz. Menimcha oddiy suv, spirtnoy qo'shilmagan. Hozir biz ikkinchi etajdamiz. 20 etajli nima? Biz gastinsamiz shu ikkinchi etajga olingan ekan. Вообще baland. Shahar и просто бомба.
Уже Abu Dhabiga kelib, trenirovkani boshlab oldim. Trenirovka salkam 2 yildan bas qilganim, lekin muskullar rosa cho'kayotibdi. Uni rosa sog'indim trenirovkani, sog'inganim uchun. Boshlab oldim. Men charchagan bo'lsam ham trenirovkani boshlab oldim. Kuzatib turasizlar. Trenirovka odamga ham ruhan, ham jismonan ozuqa bo'ladi. Hammaga trenirovka tavsiya qilaman men. Ruhan sog'lom bo'lgandan keyin odam kasal bo'lmaydi. Короче, zo'r yo'nalishda ketadi. Yonimga bir Arvechadan kelgan yigitcha kelib, arabmikan u tushunmadim. Kelib menga 15 yillik staji bor odamga kelib, qanaqa trenirovka qilishni o'rgatib ketdi. No, mayli, xursandman shunga. Kechqurun mazza qilib shaharlarni tomosha qilib, orom olish uchun otelimizni bariga tushdik. Barda shoular, gitaristlar, qo'shiqlar kuylayapti. Biz ham mazza qilib o'tirmoqchi edik, qarasak atmosfera jicha bizga to'g'ri kelmadi, shuning uchun qaytdik dam olgani. Biz kechasi bilan mazza qilib dam oldik. Ertasi kuni mana ko'rib turganinglardek Zavtrikka chiqdik. Zavtrik juda chiroyli, har narsa bor, xohlaganingizcha iste'mol qilishingiz mumkin. Shu o'rinda sizlarga ma'lumot bo'lishi uchun aytaman. Boshidan oxirigacha ko'rgan narsalaringiz bizga yaqindan yordam bergan Kittik Tower kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman, chunki narxlarni juda arzon qilib berishdi. Shu boshidan oxirigacha ko'rgan narsalaringiz bir kishiga $295 tushdi. Ya'ni biz 2 kishi bordik. Bitta Zavtrikni ko'rib, men to'g'risi hayron qoldim. Nahotki $295 ga shuncha narsaga o'zi birinchi kunda men lol qoldim. Hozircha Abu Dhabida hammasi zo'r, qolganini Dubayga borganda gaplashamiz. Hammaga yoqimli ishtaha, bizga ham. Men yaxshi ko'radigan narsa qalampirlar ham bor ekan. Men qalampir ko'p yeyman. Yurak. Zavtrigimiz har kuni Korolevskiy bo'ldi. Bunga ishoninglar do'stlar. Otelda yo'q narsani o'zi yo'q, hamma narsa bor, mazasi bir-biridan juda ham zo'r. Maza qilib taomlang. Sizlarga ham shu o'rinda yoqimli ishtaha tilab qolaman. Biza bu ofisda qayt-qaytga borishimiz, tur paketlarida qaysi birlarini sotib olishimizni maslahat qildik. Juma namozini o'qigani mana masjidga kirib ketyapmiz. Alhamdulillah. Masjidni topolmay turdim. Topib oldim mana. Abu Dhabida xuddi bizga o'xshab Hanafiy mazhabda namoz o'qiydiganlar juda ham ko'p ekan. أوصيكم بتقى الإله فإنه Qaysidir Abu Dhabining magaziga kirib oldik. Ular tekinga beryapti. Ko'p narsalar berdi, xurmolar. Deb ko'ryapmiz. Lekin borganda hushyor bo'lishinglar kerak. Bu boboy meni turisti o'zicha aldamoqchi bo'ldi. Lekin men yoshlikdan savdoda katta bo'lgan odamman.
Сколько будет? hisob kitobga juda ustaman. No. 25. Dollar? $25. Сколько будет? 7 Biz manga oldik hozir. Bitta yashigini 25 dirhamga oldik. 25 dirhamda endi $8. $8? No, $8, $7. Aldamoqchi bu meni. Yo hisob. Xo'p. Shunda biz $7-imizni 3600 $7-imizni ko'paytiramiz. $25 dirham. Yes. $7. Your dollar $1 3 or 5. $7'da şu 50'ye ko'paytirsak $7. мужа кидает, который надо тратить в определенных можно и определилось, где можно эти деньги потратить. Вы иногда ходите в Марина Мул, деньги, которые государство покрывает. По поводу образования он везде за деньги. Biz Abu Dabidagi Oq masjidga keldik. Do'stlar, biz mana Abu Dabidagi Oq masjiddamiz. Ko'rib turganlaringizdek juda chiroyli. Ushbu Oq masjidni Allohning in'omi bilan shayx qurdirgan ekanlar. Ismlarini to'g'risi men esdan chiqardim. Shuncha mablag' sarflab, shuncha chiroy berib, lekin o'zlari biron marotaba ko'rgani nasib qilmagan ekan. Olamdan o'tgan ekanlar. Alloh rahmat qilsin. Lyustrasi xullas aytishlari bo'yicha haqiqiy izinglikdan tillodan qilingan ekan. Judayam qimmat. Shuncha milliardlab pullarni sarflagan inson o'zi masjidni ko'rmasdan vafot etgan ekan. Inshaalloh o'sha insonga Alloh taolo jannatini Firdavs joylaridan ato qilsin. Bu meni samimiy tilagim. Mana bu lyustramiz eng katta lyustrasi shekilli. Bu oddiy lyustra emas ekan, bu haqiqiy brilliant tillolar bilan yasatilgan ekan. Bizga tarixini shunaqangi deb ta'riflab berishdi. Allohning uyini obod qilish uchun milliardlab pullarini ayamagan. Bu zdaniye Guinness rekordiga kirgan ekan, yozib olib qo'ygan ekan lyustrlarga. Biz 33-etajga chiqib, terrasada turib ovqatlandik. Ko'rsatib qo'yaman. Eng sekin yurish bu yerda 120. Eng sekin yurishi. Ba'zi bir joylarda eng sekin yurish 140. Mashinalar shunaqangi tez yuradi. Bizda O'zbekistonda bo'lsa 60, ba'zi bir joylarda 50. Bu yerda hamma narsa xalq uchun qilingan. Endi to'g'ri kimdir aytishi mumkin, yo'lda avariya yoki baxtsiz hodisani oldini olish uchun biz gastensamiz. Men bundan tushdik hozir. Mana Abu Dabida biz ko'prikdan o'tyapmiz. Salqin, muzdek, har bitta joyda konditsioner. Otelimizning tepasida juda chiroyli manzarada basseyn bor ekan. Bassenda mazza qilib cho'mildim. Basseyn shunaqangi chiroyli, atmosfera shunaqangi zo'r.
Suvlari toza, filtrlangan, mazza qilib cho'miladi. Bassenda cho'milish, ya'ni bassendan chiqib ichida sauna, hamma sharoiti bor, mutlaqo tekin. Mana biz hozir avtobusga chiqdik. Avtobusda shahar aylangani ketyapmiz hozir. Menga shunaqangi Dubay xalqi, Abu Dhabi arab xalqi shunaqangi yoqadi. Endi balkim shofyorlar boshqachadir, boshqa davlat xodimlaridir. Lekin baribir tepada arablar turibdi. Ularning buyrug'ini, vazifasini qiladi. Balkim o'zida insofi bordir. Avtobusga chiqish uchun kart sotib olish kerak ekan. Kartni sentrdan sotib oladi ekan. Biz endi avtobusda yurgimiz kelyapti, taksida yurgimiz kelmayapti. Avtobusda prosta shaharda xohlagan joyga u avtobusdan bundan unga chiqib aylanmoqchimiz o'zimiz. Ya'ni buni maqsadi Abu Dhabida yaxshiroq o'zlashtirib bilib olish maqsadimiz. Endi biz kelgan avtobuslarga aytyapmizki, kart yo'q, pulimiz bor desak, yo'q, pulga chiqmaysan avtobusga deyapti. Faqat kartadan deyapti. Lekin chiqaver bemalol, puling ham kerak emas, karting ham kerak emas, manzilingga yetkazib qo'yamiz deyapti. Madaniyatni, insofni zo'rligini qaranglar, menga shunaqangi yoqyapti. Haligi kulib azm bilan bergan savollarimizga javob beryapti-da. Lekin juda ham zo'r, qo'yib qolish kerak. Biz mana Mushrif Mall degan supermarketini topdik. Bitta avtobusli kartalar sotar ekan. Endi shu kartni olib avtobusda maza qilib o'ynaymiz inshaalloh. Biz mana hozir mangolarni topib oldik, yana 6-joylarni. Mushrif Mall degan Abu Dhabida magazin. Odam hamma arablarcha oziq-ovqat qilish kerak. Narxlari normalniy, juda qimmat emas. Bitta mangolarni mana yaxshilari 13.95 dirham ekan, 14 dirham. Ya'ni biz pulga kilosi 50 ming so'm degan. 1 kilosida где-то 4 ta yoki 5 ta chiqadi. Hamma mevalardan bor ekan, короче, bananlar mana. 65 dirham, 25. $100 360 dirham bo'lyapti. Shunga qarab hisoblab o'zingizlar chiqarib olasizlar. Narxlar pashti O'zbekiston bilan bir xil. Pashti bir xil, bir xilga narxlari arzon. Bizda yo'q mevalari. Bizda anaqangi mango, drakon degan mevalari bitta arzon. Bu qolgan mevalari bir xil. Tulpinoylar lekin juda chiroyli, ozoda. Mana bu mevalar 16 dirham. 10 dirhamimiz, короче, 36 ming so'm bo'lyapti. 10 dirham 36 ming. Shunga qarab hisoblab olasizlar. Bu mevani to'g'risi qanaqaligini bilmayman. Mana shu paketdagi qilpinoy 795, 8 dirham. Narsalarning sifati lekin juda ham zo'r. Hamma mahsulotlari bitta yangi turar ekan. Odam juda ham ko'p supermarket ekan. Bananni undaqa qalinini endi birinchi marta ko'rishim. Mana ular nima ekan? Mana bular narxlari nima? Bu banan ekan mana. Gul banan, Gul banan ekan. Gul banan yozib qo'yibdi. Banana flower. Baqlajon, kichkina, katta. Baqlajon, ashqaloq. Hamla bilmayman nimaligini. Mana narsadan Xitoyda yegandim.
Fuslarni archadi, ichidan uzunga o'xshagan narsa chiqadi. Amjad. Tarvuzlar mana 464 dirham. 1 dirhami 3600 so'mga to'g'ri keladi bizning pulga. Bir paytlar biz yoshligimizda bir inson aytgandi, vaqt soat keladi, tarvuzlar, qovunlar tiliylab sotiladi degandi o'sha inson. Biz yoshligimizda ishonmagandik, chunki u paytda tarvuz qovunlar juda arzon bo'lardi bizda. Men ishonmagandim, yo'q, bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga endi tarvuz qovunlarni tiliylab sotardi. Dirdim, mana o'sha paytlar yetib keldi. O'sha inson to'g'ri gapirgan ekan. Balki o'sha inson kelajakdan kelgandir. Chunki bu gapni eshitganimga salkam 15 yil bo'lyapti. Sharbatlarimiz, kofelarimiz. Xohlaganingiz ishingiz mumkin. Kapuchino yoqilgan, men kapuchinosi yoqib qoldi. Abu-Dabida aylanib yurganimizda Международный chempionatga to'g'ri kelib qoldik va kirishni xohladik. Kirib maza qilib tomosha qildik. Bu yerga ham kirish mutlaqo tekin. Xohlaganingizcha o'tirib chiqishingiz mumkin, tomosha qilib chiqishingiz mumkin. Rosa o'zbeklarni kutdim, lekin o'zbeklar afsuski bu chempionatda qatnashmagan ekan. Uzbekistan. Aytishlaricha, dunyoda eng katta akvarium Abu Dabida joylashgan. Ya'ni biz o'sha akvariumni topib keldik. National akvarium. Bu akvarium shunaqangi darajada qimmat ekanki, afsuski biz kira olmadik. Ya'ni bir kishiga $120. Kommentda o'z fikringizni qoldirishlaring mumkin. Bir kishiga $120 yaxshi narxmi yoki sizlar ham kirmagan bo'larmi deylar. Hozir Abu Dabida dam olyapmiz. Abu Dabida ob-havo juda ham zo'r. Vahshiy zo'r. Muzdek. Mazza qilib ikkinchi kunimizni tugatib, otelga qaytib keldik. Rosa charchagandik ki bitta tepaga chiqib basseynga tashlab chiqay deb chiqsam, tepada hech kim yo'q-ku. Mazza qilib bir o'zim shunaqangi rohat qilib cho'mildim. O'vo, bu atmosferani ko'z bilan ko'rgan boshqa baribir. Abu Dabida onda avtobusda Dubayga ketyapmiz. Dubayda ko'rishguncha. Abu Dabidan Dubaygacha avtobusda taxminan 1,5 soatda bordik.
Biza borgan turizm avtobusda polni Dubayda bir qator aylantirib hamma joyiga olib kirib chiqishdi. Ya'ni avtobusdan tushmasdan shunchaki tomosha qildik. Palma oroli, Dubayda polnisti atrofini, hamma joyini qarochi aylantirishdi. tashqaridan yaxshi miyalarni taklif qilganda aqli ishlaganda qo'yilganda bular o'zida bo'lmasa ham yaxshi miya cho'qirgan boshdan yaxshi aqlli odamlar cho'qirgan shaharni razvat qilish uchun keyin ko'zlarini farzandlarini chet elda o'qitib yaxshi qilgan glавный bunga подход qilganda u nima aytyaptiku juda mana shu maqola bor anaqa nimani maxdum mani otam beduin bo'lgan man deydi nima bo'ldim mani farzandim anaqa bo'lgan Lamborghini ana farzandimni endi deyapti beduin bo'ladi deyapti Yangi otellar mana biz hozir safariga chiqib ketyapmiz. Land Cruiser'da. Biza Abu Dabida gidlarimizdan $80 safariga tur paket sotib oldik. Ya'ni bizni Dubaydan ana shunday otelimizdan Land Cruiser mashinaga kelib safariga olib ketishdi. Mana biz safariga keldik. Safarida hozir Onalar bizani kutib turibdi. Taassurotlarni hozir chiqib kelib aytamiz sizlarga. Let's go. Bu yerda nima bo'ladi degan savolga har birimiz ko'rganmiz internetlarda arablar, ya'ni jiplarda tog'lar teppalariga, teppali pastliklarga tushib chiqadi, turuklar qiladi. Bizning mashinada ayollar borligi uchun turukimiz unchalik o'xshamadi, chunki ular qo'rqishdi. Biza Svetlarimiz ertaga ana orqamizda Kalon aka o'tdi. Mashinada turuklarni qilib bo'lib, cho'lga tushib, rasmlarga tushdik. Mazza qilib rasmlarga tushib, video kontentlar qilib tursam, bir kishi yugurib kelib, qo'lida qush bilan yelkamga qo'ndirdi, boshimga qo'ndirdi qushini. Mazza qilib rasmlarga tushib tursa, bir payt qarasak, rasmga tushdik, 30 dirham to'laysan deydi. Men o'yladimki, to'g'ri paketda ichida deb o'yladim. Lekin uni ham ko'nglini olmadida, savdogarlik qilib 15 dirham berib rashat qildik. Va video olishda davom etdi.
105 ga. Videoga odatdan ekanmiz. Yuraychi. Aytdim. Keyin boshqacharoq biz hozir mana sahrodan Arabic dance tomosha qilgan ekanmiz. To'g'risi mavzu juda yaxshi ko'raman. Arabcha tanis tushganlarda men prosta yaxshi ko'raman xolos. Yomon mineda bo'lmaylar. Menga yoqadi. Men kayf qilaman shu tomosha qilib. Maza qilaman. Mana o'zi keldik Arabic showga. Hi, welcome. Welcome. Good evening. Walaikum salam. How are you? Fine. Please take this Arabic sweets. Thank you, brother. Hello, brother. Bu sizga. Sizga. Sabachistga oling. Oh, beautiful. Hidini qarang. Kirib kelishimizga mana bunaqangilar bilan kutib olishdi bizani. Bismillahirrohmanirrohim. Hidini qarang o'pishi. Assalomu alaykum, brother. How are you? Test diyor. Where are you, beautiful? How much? One? Woman? Nimaga qo'yadi? Bu menimga. Oh, thank you, brother. Bizani arabskiy xurmolar bilan mehmon qilishdi. Albatta tekinga. Shunda aytayaptiki, bu odam xullas kasallik, ya'ni gripp kasallikni oldini oladi. Burningni ochib, tomonlaringni ochib yuboradi. Bir hidlab ko'rasanmi dedi. This only 15 seconds. Thank Go you, feeling brother. after this burn. Come, Where you go? Bunnilingizni ochib tashlayapman. Nice, thank you, brother. I have been sent for home. Good. Sahnaga kirib kelganimizda atmosfera shunaqangi darajada chiroyli. Do'stlar, hammanglarga tavsiya qilaman, kelib dam olinglar, mazza qilasizlar borib. Siz o'ylagandan, ko'rib turganingizdan-da chiroyli-da. Muzikalar, vashinatturi kayf bordim borib. Bizni sotib olgan $80 tur paketimiz, ya'ni konsert bo'ladigan joyda oldigisida o'tirdik, yonida o'tirib maza qilib tomosha qildik. Sit down, policeman. Do'stlar, ishoninglar, atmosfera shunaqangi darajada chiroyli. Men o'zim romantik shaydosiman, shuning uchun vashi maza qilyapman. Bitta kofe, Coca-Cola, Fanta, Sprite, oziq-ovqat, hamma narsa mutlaqo tekin. Faqat kalyan, alkogolli narsalar olmoqchi bo'lsangiz, ular albatta pulli. Lekin biz alhamdulillah musulmonmiz, bunaqangi narsalardan ancha yiroqdamiz. Kofelar besplatni, bir marta to'lov qilgandan keyin hamma narsa besplatni bitta. Hozir sal turib 3 xil dance boshlanadi. Dancelarimiz Arabic, Turkish, yana qanaqadir dancelar boshlanadi.
Vertolyot tushab, rasmlarga tushganman yonlarda, lekin vertolyot degani tuya. Minib ko'rmaganmiz, hozir minib ko'ramiz. U ham besplatniy. Arabskiy kofedan ko'ra to'g'risi turetskiy kofeni ma'qul ko'raman men. Turetskiy kofening mazasi ancha zo'r. Arabskiy kofe qandaydir turetskiy kofeda achchiqroq ta'm bor, lekin bunda bu ham achchiq. No, unaqa emas. Yoqimsiz achchiq buniki. Tushundinglar-a? Tuyaga chiqib, to'g'risi juda ham ko'p aylandik. Sizlar zerikib qolmasliklaring uchun men u joylarni o'tkazdirib boraman. Safariyning ichida mana bunaqangi burgutlarni qo'lingizga qo'ydirib, rasmlarga tushib olishinglar mumkin. Bular hammasi mutlaqo bepul. Xohlaganingizcha rasmga tushishingiz mumkin. Habibi, come to Dubai. Hello. How are you? I'm fine, good. How about you? Nice. Are you fine? What is your name? Bekzod. Hey, Bekzod, how are you? Good. You are from which country, Bekzod? You think I am nuts? Bekzod try to like this, but no chance. Good dance. Good I dance. love you, Arabi. Thank you. Nice to meet you. If you need to Shunaqa qilib konsertimiz mana boshlandi. Hammaga maroqli hordiq tilayman. Habibi, come to Dubai. Do'stlar, men kutgan mazza qilib tomosha qiladigan arabskiy tanislar boshlandi. Bizani mana birinchi seriya konsertimiz tugadi. Bag'ga endi shvedskiy stol bo'ldi. Bundan ko'proq Yetadi. Ozgina yetadi. Yetadi. men o'zim kartoshka yeyman. Qizilchasidan ham ko'ramiz mazasini. Buni nimaligini bilmayman to'g'risi. Bitta qo'lma lag'monlarimiz. Yo'q. Yemeyman bundan. Makkadan yeyman. Bu ovqat sizga yoqadi, bolgarskiylik. Bu ovqatni yeb ko'ramiz.
Arabskiy pilov. Bizi mana shvedskiy. Thank you, brother. This is my friends. Where are you from? Uzbekistan, brother. Yes. I'm from Armenia. We were shot like a jacket.
Good night and Zavtraga bo'lib, ozgina dam olib, rentkarga bordik. Mashinalar ko'rib baho beringlar. Orzularimdagi mashinalar turibdi mana yerda. Xohlaganingni tanlab ol deyapti. Vay. Biz rentkarga keldik. Qaysi birini minamiz? Tanlaylar do'stlar. Mana shu yoqyapti mana bu. Rangi ham ashni neobычный o'zgacha edi. Shu mashinani olmoqchi bo'lib, egasini yoniga bordim. The final destination of this train is Center. Kvadratda ichi yonidan o'tib ketdi. Mana biz Dubayda Banyas tillo bozorini topib keldik. Odamni ustiga suv oshmas tillo kiyizdirar ekan. Hamma joyda hindlar. Asad hindlar magazini. Biz ustosh oqtarganib keladi abayalarda. Apam shetda zo'r ustoshlar bordi-da allabdi mana. Ustoshlari, o'sha hashaklari shu nima bozorroqda? Banyas bozorida ichida ekan. Ustosh ko'rgani Banyas bozoriga kelmanglar do'stlar. Hammasi hindularni bozori ekan. O'sha mashhur uzuk, tillo uzuk, Guinness rekordiga kirgan dunyodagi eng katta uzuk. Tutardi yeri. Biz mana Abu Dabida akvariumga kirmaganimizga yarasha va nihoyat Dubayda besplatniy, ya'ni Dubay mavla ichida besplatniy akvarium bor. Shunda mazza qilib tomosha qildik. Dubai mavzusida Turk restoraniga kirdik. Steak buyurtirdik biz. Lekin mazasi vaqti zo'r ekan. Juda ham shirin.
Apa mana haligi sizlar kelgan o'xshirganda. Ne ballarga ketdi. Mana shuni kompyuterni stolga shunaqa qilib qilsangiz urib chiqar ekan. Ol. Pastellar juda chiroyli ekanda. Человек-паук. Magazinda itiga kirib oldi hozir. Cho'qilab tursam ham bo'laveradi, rost charchaganman. Atak bunaqa stolda menda originali bor uyimda. Va nihoyat o'sha mashhur Burj Xalifaga yetib keldik. Oldindan ko'rsa juda chiroyli ekan. Biz mana spesialniy fontanni ko'rgani terrasaga chiqdik hozir. Terrasada o'jin qilib, xudo xolasa inshaalloh chiroyli vaziyatlarni fontanni tepadan turib qanaqangi bo'lishini ko'rsatib beramiz.
fontan tepasida, terrasada ujin qilib bo'ldik. Bir marta yorug'da fontanni ko'rdik, juda ham chiroyli. Ataylab o'tirdik oxirigacha. Endi kechroq qorong'uda ko'rmoqchimiz. Qanaqangi yorug'lik bilan qorong'ulikda farqini bilish uchun qoldik ataylab. No, atmosfera juda ham chiroyli. Toshkentda bomba bo'lib ketdi. Hamma joy qop-qorong'i, svetlar o'sha shoular boshlanib ketdi aytdi. Zo'r. Dubayga kelganda fontan ko'rmoqchi bo'lganlarga tavsiya beraman men. Odamlar juda tiqilib ketadi pastda fontan ko'rish uchun. Siz mazza qilib o'sha ko'ra olmaysiz. Shuning uchun men sizlarga men bu tepaligini terrasani tavsiya qilaman. Terrasamizda bitta fontan tomosha qilish uchun terrasaga chiqasiz. Joylar besplatniy. O'zingizga bitta suv, Karachi suv yoki birorta yegulik restorandan chaqirtirasiz. Bo'ldi, все. Sizga mana shu joy xohlaganingizcha o'tirib, mana biz mana shu yerda o'tirdik. Ujin qildik biz shu yerda.
o'tirib tomosha qilishingiz mumkin. Bu eng zo'r variant hisoblanadi fontan tomosha qilish uchun. Burj Xalifaga chiqsangiz уже maza qilib tomosha qila olmaysiz. Pastda maza qilib tomosha qila olmaysiz, odam ko'payib ketadi. Eng zo'r variant mana shu terrasa. Terrasa 1, 2, 3, 4, 5 ta etajli terrasa bo'ladi. Biz o'sha 5-chi eng tepasidamiz. Adashmasam 5 ta yoki 4 ta. Xo'p, shunda mana bu yerda sanasa bo'ladi. 1, 2, 3, 4 ta terrasa bor ekan. Biz 4-etajiga chiqdik. Xuddi hozir ko'rib turganingizdek, fontanni mazza qilib tomosha qilasiz. Kamiga mana bunday arablar bor, shillarlar ham aytib beradi sizlarga. Mana hisob kitoblarni qilib bo'ldik. Thank you so much. Biz chiqib ketyapmiz. Dubai Mall ichida bu yerda ko'pchilik bilmaydi chiqishdi. Hamma pastdan turib tomosha qiladi. Men bu burchakda kafe bor. Bitta, ikkita kafe bor mana shu yerda. 2 dona kafe bor. Bu Dubai Mallda eng burchak joyida. Albatta mana Dubai Mall ichida burchakda mana shu ikkita kafe bor, restoran. Juda katta kafe, restoran. Bu yerdan bir donagina napitka yoki kofe xarid qilib, bemalol xohlaganingizcha o'tirib fontan tomosha qilishingiz mumkin. Shunda juda ham qulay bo'ladi. Mana men eskalatordan уже pastga tushib ketyapman. Dubai Mall o'rtasini bitta ko'rsataman, qayerdan chiqishligini ham bitta ko'rsatib ketaman sizlarga. Kadrni tezlashtiramiz ozgina. Bu yerdagi terrasaga chiqmoqchi bo'lgan 3-etaj terrasasi. Kimda kim xohlasa 3-etajiga ham chiqishi mumkin. Lekin 4-etajdan ko'rinish vashi zo'r. Mana bu Dubai Mall lyustrasi bo'ladi. Mana shu yerdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Kadr tezlashtiramiz. Pastga tushib, men sizlarga hozir yana ko'rsataman. Bu tomon terrasaning 2-etaji bo'ladi. 2-etajiga chiqib tomosha qilsanglar ham bo'ladi. 3-etaj, 4-etajiga ham chiqib tomosha qilsanglar bo'ladi. Lekin eng zo'r variant 4-etaj. Mana buni metga qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana bu o'yinchoq. Короче, aynalasiga chiqib ketgan. Mana bu lyustrani topasizlar. Topib, mana shu bir joydan chiqib, dalshi yana tepada eskalator bor bitta. O'sha eskalator, ana shunga chiqsalaring, 4-etajni topasizlar. Original Valenciaga kimga kerak bo'lsa olishim mumkin, lekin bu toza original Valenciaga. Shu yerda o'zidagi narxi 4990 dirham. $100 360 dirham bo'ladi. Shunga qarab hisoblayverasizlar. Valenciaga original men o'zim sotganman. Bizniki endi original emas edi, bu turetskiy variant edi bizniki. 4200 dirham. $1200. Короче, Valenciaga originallari. Dubai Mall ichida. Valenciaga original Valenciaga. Narxlari mana shu yerda original. Ketdimmi?
العالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي وكوكبنا دبي وكوكبنا على كترها والضايق بحضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوفنا الحي سلام يشرح الخاطر على كتر المدى والضايق بحضرة حسنها الساحر لكم يا ضيوفنا الحي سلام يشرح الخاطر ألا يكلها العالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي وكوكبنا فهذه قلوب تتميز ومن هالليل يتميز لأنها كانت الدنيا وعشق ما له آخر يا دبي حلوة يا دار من الأبراج لين الخوف مثل لوحة ورسمها النور جمع في سحرها المنظور جمال الماضي والحاضر وحضر ماضيها وحاضرها يحديها يا بخت اللي سكن فيها ويا حي الله كل داير ألا يكلها العالم في دار تختصر عالم وقالب وصفها العالم دبي وكوكبنا تتبين كانها دارت الدنيا دبي وكوكبنا do'stlar, mana biz hozir Dubay Malldan Burj Xalifadan qaytyapmiz. Rasi charchadi, shu yuraverib oyoqlarim o'zi yurib yop qoldi. Metro kutyapmiz, metroda odamlar qaranglar ko'pligan. O'sha dafiga metroda odam. No, metroda yurish birinchidan yoqimli, ikkinchidan arzon. Taksida anit kecha ham $30, $40 pul oladi. Metroni tavsiya qilaman hammaga. Metroda yurish juda ham oson. Sirrazi bugun kelib Dubayga, sirrazi metroga o'zi tushunib oldim. Tushunib olish juda ham oson. Sami glavni sal shustirib bo'lasiz bo'ldi. Bittada tushunib olasiz. O'zi metroga chiqsiz, tepasida kartalari, qaysi bekatda tushasiz, hammasini yozib qo'ygan. No, немножко ingliz tilini bilsangiz ham zarar qilmaydi, foydasi katta. В конце, как мы стояли, и эти иголочки с него вытаскивали. Да, поэтому не надо этого делать. Просто тихонечко плавайте, хорошо? Не цепляйтесь, пожалуйста, руками за горы. Не становитесь ножками на камне. Они очень острые, уважаемые отдыхающие. У нас прилив и отлив 2 метра ежедневно. Что означает? Они натачиваются, эти камушки. Все, после того, как вы поплавали и посмотрели на подводный мир, уважаемые отдыхающие, у нас будет обед. Обед у нас шведский стол. Что означает, каждый из вас возьмет тарелочку, вилочку, ложечку. Возьмите себе все, что вы захотите, покушайте. Чувствуете, что еще хотите, берите еще. Сегодня вы себя не жалеете. Вы, наверное, поняли, да? В Эмиратах себя жалеть не надо. Жалеть будете себя в ваших странах, там джимы, там диета. Сегодня будем жалеть рыбок. Почему говорю будем жалеть рыбок? Потому что вся еда, которая останется, будет выбрасываться за борт на ваших же глазах. Не надо думать о рыбках. Поверьте мне, ежедневно туристы о них думают. Бедные там рыбки.
Все, после того, как мы покушали, все мне сказали, все, мы покушали, вы начинаете плавать, кататься. Кстати, пока будем плыть, попрошу вас, пожалуйста, идти и переодеваться. Где у нас на лодке переодеваются? Уважаемые отдыхающие, знаете, есть такой кофе 3 в одном. Кофе, сахар, молоко. Наверное, вы пили, да? Вот у нас туалеты такие. Туалет, раздевалка, душевая. Поэтому потихонечку, пока плывем, переодевайтесь. Eski okean, Hind okeaniga keldik mana. Также, мои хорошие, хотела бы вас попросить, пожалуйста, у нас туалет. Mana biza hozir Hind okeaniga chiqdik. Bratan shofyorimiz Indiyskiy paring. Va biz ketyapmiz qanaqadir plyajga. Aytda suv tagida aluvlar bilan, короче, shunaqangi funksiyalari bor ekan, ancha muncha. Biz kelamiz inshaalloh. Chotki plyajga ketyapmiz. Hatta baluklar bilan, suzib, delfinlar bilan, короче, shunaqangi funksiyalari bor ekan ichlarida. Xudo xolasa o'sha cho'llik bilan. Mana kapitanimiz rulni ham berib qo'yishdi bizga, rahmat. Biza qanaqadir plyajga keldik hozir. Kemani shu suvni o'rtasiga to'xtatib qo'yib, cho'mildirib. Bizani mamlakatga kichkina kemachalar aylantirishdi. Xohlaganingizcha 300 metr, xohlaganingizcha aylantirib kelishadi. Xijolat bo'lmasdan aylantirib kelinglar deb bemalol so'raverasizlar. Chunki bularning puli to'langan. Biz haqiqiy dengizda juda mazza qilib cho'mildik. Suvi juda ham yoqimli. Sovuq ham emas, issiq ham emas. Oling. Gaplarim bilan. Videoga. Va suvlari shunaqa bosing. Bosdingizmi? Men Hind okeanidaman. Хороший собака, хороший кусай. Вот ракушки будут. Mana jizinda живой qisqichbaqani birinchi marta ko'rib turishim. Смотри, тут улитки-то не хорошо. Bu qisqichbaqani olib ketsa, серьезный pulga oladi O'zbekiston. Он стоит очень дорого. Ну, чудо еще не вышло, она, да, внутри есть, на. Kimsasiz
Plyajga keldik, no plyaj juda chiroyli. Bitta rakushkalar ko'ryapmiz, keyin qisqichbaqa ko'ryapmiz. Biz plyajdamiz hozir. Plyajda olimoqlarni. Indiskiy okean plyajdamiz biz. Bitta chig'anoqlar, baliqlar, 8 nima edi, qisqichbaqalar ko'ryapmiz. Zo'r narsalar bor ekan. Voy, uni toshni qarang chiroyliligini. Qani qo'ysa ekan shularni. Yubini olib ketaman men, Ikromjonga olib ketaman. Ikromjon qarang. Akvariumingizga zo'r tosh ekan, вообще original. Indiskiy tosh. Olib ketaman shuni, olib ketaman. Şarap başlattı ekan. Ben ondan hangisini vereyim? Ben ondan söyleyeyim. Algam. Yeter. Salata. Riba будешь найти? Salata var. Bitta qo'yaykan da, ha? На солнышке не садись. Понимаете, что ли? Bitta qo'yaykan, понимаете? Tamam çıkarttım taş. Давай. Chicha soling menga. Lag'mon? Bo'ladi. Bo'ladimi? Ha. Ana chal. Bo'ldimi? Ketdi tepaga. Chiroring. Спасибо вам тоже. Yoqimli ishtaha, ovqatlar. Hammaga Hovuzlarda esa suvlar sepishar, ko'ylaklari bilan cho'milgan qizlar. Shahar qizg'anmaydi xiyobonlarim,
nima gapirma, nimadan qo'rqmaysan? Bu o'ynashga nechi? Men o'z fikrimni aytsam sizlarga, bu o'yinni to'nkalar o'yini deb nomladim. Sizlar nima deb atashlaringni kommentda qoldiringlar. Fikrimga qo'shilganlar nechtasiz? Abu Dhabi va Dubayga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Vaqtinglarni qizg'onmasdan ko'rganinglar uchun hammaga rahmat. Yoqgan bo'lsa kommentda o'z fikrlaringni bildirishlaring mumkin, like bosishlaring mumkin. Inshaalloh keyingi safarimizni bundan ham chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat. Podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin.